U tug'ilishidan oldin ham uning haqqiga duo qilishgan va uni Allohga bag'ishlashga va'da berishgan edi. Qiz bola dunyoga keldi. Ammo uning yo'li allaqachon tanlab bo'lingandi. Zakariya unga kafil bo'ldi va Maryam Allohning toat, ibodatida ulg'aydi. Har safar uning oldiga kirishganda rizq, nasiba topishardi. U esa, bu Allohning huzuridandir, deb javob berardi. Alloh uni tanladi, pokladi va butun olam ayollaridan afzal qildi. Unga pokiza o'g'il farzand xushxabari berildi. Keyin uzoq bir joyga yolg'iz o'zi chiqib ketdi. To'lg'oq dardi uni xurmo daraxti tanasiga olib keldi. Bu shunchalik og'ir ediki, yuragi dosh berishi qiyin edi. Shunda Alloh uning ostidan bir chashma oqizib qo'ydi. Xurmo mevalarni berdi va yolg'izlikda unga madadkor bo'ldi. Ammo eng qiyini faqatgina ko'z yorish emasdi. Eng qo'rqinchlisi odamlar orasiga qaytish edi. Yomon tillar unga tuhmat qila boshladi. Uni o'zi qilmagan ishda ayblashdi. Ammo Maryam sukut saqladi. Uning o'rniga chaqaloq tilga kirdi. Shunday qilib, Alloh uni oqladi.